Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, hurmatli youtuberlar, hurmatli izləyicilər. Men bundan 4 kun oldin, ya'ni video chiqargandim, montajsiz cheksiz video yasash haqida, cheksiz ya'ni video forge dasturi bilan tanishgandik. Ana shu dastur ichida bilgan bo'lsanglar, hop, konkurs e'lon qilgandim, ya'ni eng yaxshi kommentariy yozganlar, umuman hamma kommentariy yozganlardan saralab olamiz va saralab olgan nimani ichidan bir oylik bepulga mana shu video, ya'ni mana shu dasturni men sovg'a sifatida sizlarga bermoqchi edim. Ana shu narsani hozir sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Men uni mana bu yerga olib chiqdim, ya'ni mana bu yerga har bir kishini terib chiqdim. Nechta kommentariy yozgan bo'lsanglar, hammani mana shu Excel variantiga olib chiqqanman, ya'ni nickname'larni. Hozir shuni jonli tarzda sizlar bilan birgalikda nima qilamiz? Random.org saytiga o'tamiz. Mana shu yerdan tanlab sizlarga men aniqlab beraman g'olibni. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring, ana shunda bila olasiz. Ya'ni bizda 60 kishi ishtirok etgan ekan, 60 kishi ichidan tanlab olamiz hozir. Ya'ni qanday qilamiz? Mana bu yerga 60 ni bosamiz va generate bosamiz. Hamma tayyor bo'lsa, demak, unda generate tugmasini bosamiz. Qani, ketdi. 1 2 3. Xo'p, demak do'stlar, sizlar bilan birgalikda 34-raqamli ishtirokchini topamiz bu yerdan. 34-raqamli ishtirokchini, ya'ni 1 2 3 4 5 va mana 34-raqamli ishtirokchi Dilnoza Xodjayeva. Hop, R7D raqamli nima? Nickname egasi menga aloqaga chiqsin. Uni Telegram kanalimga o'tasizlar va Telegram kanalimdan mana shu yerdan meni topasizlar. Ya'ni men mana bu yerga berib qo'yaman. Mana lichkamni yozib qo'yaman mana shu yerga pastiga. Hop. Bu yerga emas, yangi nima qilamiz? Hop. Konkurs deb yozib qo'yamiz. Hamma tayyormi deb yozib qo'ying. Hamma tayyormi? Konkurs natijasi deb turib, mana shu yerga men lichkamni yozib qo'yaman. Ana shu lichkaga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shu narsani bosasizlar, meni lichkam kelib chiqadi, yozasiz va men sizga nima qilamiz? Aloqaga chiqib, bir oylik litsenziyani sizga sovg'a qilib beraman. Tabriklayman Dilnoza Xodjayeva. Siz o'z sovg'angizni olishingiz mumkin.